Bu 25 ming so'm mablag'ni qanday olamiz? Chunki bu xarajatlar ancha katta. Muhojirlar pul sarflab, patent olish uchun emas, balki daromad topish uchun kelishadi. Yandex.Eda ba'zi shartlarni bajarsangiz, bu pullarni beradi. Birinchi, siz patentni birinchi marta rasmiylashtirishingiz kerak, ilgari olmagan bo'lishingiz kerak. Ikkinchi shart, albatta, Yandex.Edaga ishlashga kirishingizdir. Va uchinchi, eng muhim shart, va u biroz murakkab, u quyidagidan iborat. Siz butun oy davomida 400 ta buyurtmani bajarishingiz kerak. Ya'ni 400 ta buyurtmani bajarish uchun sizga 30 kun beriladi. Va agar bajarsangiz, 25 ming so'm kompensatsiya olasiz. Men taxminan hisobladim. Bu har kuni 13-14 buyurtma degani. Siz ko'proq 20-25 buyurtma bajarib, dam olish kunlari qilishingiz mumkin. Lekin dam olmasangiz 13-14 buyurtma